Assalomu alaykum. Barchaga sәттілік. Biz Qaramurtdagi varotamizni qo'yib bo'ldik. Birdek varota, ikki ko'rshiga qo'ydik. Xudo qalasa uy egalaridan kichkina odzus. Darvoza qanday chiqdi dada? Assalomu alaykum. Hurmatli hamyurtlar, bugun mana Sayram rayonining Ariz qishlog'idagi Malokun Anartayev ko'chasida turibmiz. Albatta Yaqub Doronning xonadonida, bugun Abdurashid Tojiyevlarning xonadonida mana bunday ustolarimiz tomonidan juda ham yaxshi bir tadbirlar amalga oshirildi, ishlar amalga oshirildi. Iloyim ishlaringizga rivoj bersin, tani joningiz sog' bo'lsin. Mana shunday xalq xizmatida bo'lish har doim sizga nasib etgan bo'lsin. Biz mana shu ham qishloqlar nomidan sizlarga Rasuljonning nimasiga, guruhiga, barcha ustalarimizga rahmatlar aytamiz va mana shunday chiroyli darvozalar har bir xonadonda bo'lishini nasib etsin. Rahmat. Sizlarga ham buyursin. Amin. Tanibasinglar sog' bo'lsin, ishinglarga rivoj topishinglarga baraka berib. Hamisha taninglar sog' bo'lsin. Amin. Amin. Alloh. Rahmat. Rahmat. Xudo xolasa sizlarga uzoq yillar xizmat qilsin. Har doim xizmatdamiz. Xudo xolasa rahmat. Bu birinchisi, endi ikkinchi varotani varota bir ikki qanotli kalitka akab qo'yganmiz. Xudo xolasa kачествоsi barlig'i mixti, ochilib jabullar, ruchka zamok. Bari o'z o'rnida.